Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga bitta eshik, bitta katta rom o'rnatganmiz. Oynalari pastlari yodviy gulli yevreji guldan berdik. Ustuli oldira o'ralgan. Tevas yodviy oyna. Bu ikki qanotli eshik bor. Taylar arqadan qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Legirovkalar zo'r, xohlasa. Zamburlar har doim zo'rlanib qo'yganmiz. Romlarda ham ikkita ochilish. Romga ham toza ruchkalarda qo'ydik. Ismayillar ham toza, xudo xolasa. Padomonlari bor. Pastlarini yodviy gulli yana soldik. Tevalar oddiy yodviy. Mana shu bitta eshik va bitta rom 1 qavat oynasi 5 million so'mga tushdi. Kimga shunday akifalar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa qilib qolasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.